Men yengil emasman. Meni esa bu gapga shubham bor. Thanos yengilmas emas, uni yenga oladiganlar talaygina. Nega Thanos 2012-yilda yerga Lokini jo'natdi-yu, o'zi kelmadi? Axir Chitauri qo'shini o'sha paytlar ham juda kuchli bo'lgan. Nega Telba-Titan 2015-yilda cheksizlik qo'lqobini yasadi-yu, shundan so'ng 2018-yilga kelib, ya'ni 3 yildan so'ng toshlarni yig'ishni boshladi? Bunga yetarlicha sabablar mavjud. Chunki Thanosning rejasiga xalaqit beradigan 3 ta personaj bor edi. Ular tirik ekan, Thanos o'z rejasini amalga oshira olmasdi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu 3 ta Thanos qo'rqadigan personajlar kimlar ekanligini bilib olasiz. Ego. Peter Quillning otasi Ego Celestial hisoblanadi. Galaktika qo'riqchilari 2 filmida u butun koinotdagi sayyoralarga o'z urug'ini qoldirish orqali ularga hukmron bo'lishni istaydi. Lekin uning bu rejasi amalga oshmaydi va galaktika qo'riqchilari uni to'xtatib qolishadi. Agar Thanos 2012-yilda cheksizlik toshlarini yig'ishni boshlasa, bu ish aniq Egoga yoqmasdi va u Thanosni o'ldirardi. Chunki u yagona qirol bo'lishni istagan. Thanos 2012-yilda chiqmaganligining asosiy sababi ham aynan Ego 2014-yilda galaktika qo'riqchilari tomonidan o'ldirilgandan so'ng Thanos o'z maqsadiga bir qadam yaqinlashadi. Egoning o'limidan so'ng Thanos 2015-yilda Qasoskorlar Ultron davri filmining titrlaridan keyingi sahnasida o'z qo'lqobini yasatadi va toshlarni yig'ishni o'sha yili boshlamoqchi bo'ladi. Lekin uning rejasiga qadimiy ustoz to'sqinlik qilardi. U 5000 yildan beri yashab, vaqt toshini qo'riqlab kelgan. Agar Thanos uning oldiga tosh uchun kelganida, tajribali afsungarga aniq bas kela olmasdi. Shuning uchun Thanos uning ham o'limini kutadi. Qadimiy ustoz esa 2016-yilda Doctor Strange filmida vafot etadi va vaqt toshini tajribasiz afsungar Steven Strange'ga topshiradi. Qadimiy ustozning ham o'limidan xabar topgan Thanos vaqt toshini qo'lga kiritish osonlashganligini anglaydi. Hamma narsa tayyor: qo'shin, kema va cheksizlik qo'lqobi. Lekin Thanos yana kutishga majbur. Chunki uning oldida yana bir to'siq. Otalar otasi Odin turibdi. Odin ham yuqorida aytib o'tilgan 2 ta personaj kabi juda qadimiy shaxs. U oldin yovuzliklar qilgan, keyinchalik esa qahramonga aylangan. U bir paytlar Yer sayyorasini muz devlari hujumidan asrab qolgandi. Shundan so'ng u har bir sayyoraning qo'riqchisiga aylandi. Agar Thanos Odin tirikligida hujumni boshlasa, otalar otasi Yerni o'z himoyasiga oladi va Thanos u bilan bo'lgan jangda yengiladi. Shuning uchun Telba-Titan kutishga majbur. Odin 2017-yilda Thor Ragnarok filmida vafot etganidan so'ng bu xabar Thanosga yetib boradi va shu zahoti Ksandr sayyorasiga hujum qilib, qudrat toshini qo'lga kiritadi. Keyin esa Asgardliklarga to'la kemani vayron qilib, Tesseractni ham qo'lga kiritadi. Vaqt toshini qo'lga kiritish esa oson bo'lmaydi, chunki Steven Strange ustozining o'limidan so'ng anchagina tajribali afsungarga aylangan. Shunday qilib, 2012-yilda ko'rinish bergan Thanos o'z maqsadiga 2018-yilda erishadi. Buning uchun unga 6 yil kerak bo'ldi. Albatta, yuqorida aytgan gaplarimiz shunchaki teoriya xolos, rasmiy ravishda tasdiqlanmagan. Bu kanalimizdagi yagona teoriya video emas. Oldin ham Thanosning tirik ekanligi haqida teoriya video chiqqan. Unda Telba-Titan qanday qilib efir sehri yordamida qasoskorlarni aldaganligi aytilgan. Albatta, u videoni ham o'tib ko'ring. Agar shunga o'xshash teoriyalarga qiziqadigan bo'lsangiz, bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz sizga kino va multfilmlar olamidagi qiziqarli va dahshatli teoriyalar haqida video tayyorlab boramiz. Ushbu videomiz esa o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, yuqoridagi fikrlar haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga esa like bosib qo'ying. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.